Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon aziz teletomoshabin do'stlar. Siz ko'rayotgan madaniy meros ko'rsatuvi. Bugungi bizni avtobiografik suhbat Chimkent shaharga ko'pga taniqli, o'zimiz Chimkentda Svintsovoy zavod deyiladi. Svintsovoy zavodda заслуженный сотрудник, 31 yil davomida ishlab, hozirgi kunda pensiyada. O'tgan yil 90 yoshga to'ldi dadamiz. Usmonov To'rdali dodani xonadoniga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum ko'pchilik telediydor ko'ruvchilar. Sizga beradigan savolimiz, o'zingiz tavallud topgan yilingiz, shahar, manzil, ota-onangiz haqida aytib bersangiz. Men 20 oktyabr 34-yil Chimkent shahrida dehqon oilasida tug'ildim. Yoshligimdan otamizni ko'rsatgan nimalari yo'li bilan yurib, dehqonchilikqa harakat qildik. Hozirgi Arash bozorining o'rnida bizning dala shipamiz bo'lgan. Shu yerda katta bog'imiz bo'lardi. 4 ta oila yashardik. Bizning otamning akasi ikkalasi, Muhammad aka, Alloh shukr aka, Xudo shukr akalar 5 oila shu bozorning o'rni bari bizning joylar bo'lgan. Dehqonchilik qilardik. Shu yosh bolaman, otamizni ishga borib kelishlarini kuzatardim. Otamga havas qilardim. Otni yaxshisini bilardi. Bu vaqtda mashina yo'q, otda yurardi. Kolxoz raisi bo'lib turib, keyin borib Suratni ko'rsatak. Aytavering. Kolxoz raisi bo'lib ishlab turganda ko'zga ko'rindimi, selsiyotni rais qilib saylashdi. Selsiyotni rais bo'lib 4 kolxozga deputatlarning boshlig'i bo'ldi. Ondan keyinroq sal 1 yil orada o'tmay Chimkentda MTS ochildi. MTS ochilganda bitta traktor, 4 g'ildirakli XTS, bitta kombayn, bukser bilan tortiladigan kombayn, 3 soqaliq, 3 nimalik soqa kelib, mana hozirgi Yangi shaharda 3-maktabning o'rniga joylashdi. Shu yerda MTS bo'lgan. Otamiz shu MTSga direktor bo'ldi. Direktor bo'lganda bitta kombayn, bitta traktor, bitta 3 yuzlik soqaga bor bo'lgan. Bu traktorni olib kelgan ustalari o'ris yigit Xarkovdan olib kelgan. Bizani o'zbeklar bilmaydi, traktor bilan texnika bilan ishlab ko'rishmagan. Bu odam bir oycha yurib o'rgatdi. Traktorni qanday zavod etishni, zapravka qilishni, haydashni, yurishni barini o'rgatib, 3 yigitga ko'rsatib ketdi. Shunda kuz bo'lib qolganmi, yomg'ir yog'ib, tunda yomg'ir yog'ib, tunda sovib qolganda kerosin turgan boshqani ustiga qapqa to'ngib qolibdi. Uni ana bolalar yaxshi bilmagan muzni qanaqa eritishni. Ustida o't yoqqan. Boshqani ustida. Shunda uzoqdan odam otda uzoqdan kiyatib boshqani ustida o't yoqayotganini ko'rib, haylab tezlab qash deb bu ayollar tushunmaydi nima deyotganini. Kelib ikkalasi ikki yoqqa uloqtirib borib, nima qildi, boshqa yorilgan. Boshqa yorilib, otamiz nagram bo'lib qoldi. Nagram bo'lib 3 oy Balxashda, Baykonurda dam oldi. Yoqdan kelgandan keyin endi og'ir ishga qo'ymadi vaqtincha deb kommunizm kolxoziga partorg qilib chiqardi. 39-yil, 40-yillar shu yerda partorg bo'lib turdi. 40-yili Orash kolxoziga rais bo'lib chiqdi. Şu adamımız, atamız keyitten biz Zaram kolxozu koşup çıktık. Şakta turduk.
53 yilgacha kolxozda turdik. Otamiz kolxozda rais bo'lib turdi. Rais bo'lgandan keyin ko'tarilib oblast selxoz upravleniya главный agronom bo'lib ketdi. Oblast selxoz nimani agronom, главный agronom bo'lgandan keyin Yetsayda yangi yerni ochish harakati boshlandi. Shaqa 6 oy adam komandirovkaga ketdi. 6 oy komandirovkada yurib kelganda endi tanib bo'lmaydigan holatga kelgan. Kiyim yo'q, boshqa yo'q. Pitlaganda endi sirtqa chiqib ketgan pitlar. Kelgandan keyin oyim yuvintirib, chechintirib, kiyimlarni yechganda qozonda, katta qozonda kiyimlarni qaynatgan qozon beti pitga to'lgan. Shunaqa shariatlar bo'lgan, ha? Shunaqa hayotlar bo'lgan. Ertan o'zi отказ berib bo'shaldi. Oblast selxoz upravleniyadan bo'shaldi. Men unaqa og'ir ish yaramayman. Shunda Telmanga agronom bo'lib chiqib ketdi. Telmanda agronom bo'lib turganda mana kommunizmga Mahmudov degan raisi adam bilan o'zini shogirdi qo'ymasdan kelib kommunizm Stalin kolxoziga olib keldi. Bu yerda bir 2 yil ishlagandan keyin adamni qaytadan Kirov kolxoziga agronom qilib chiqadi. Shu yerdan adam pensiyaga chiqquncha agronom bo'lib ishladi. Xizmatlari ko'p. Endi ularni aytaversang tarixga sig'maydi. Xizmati yaxshi. Rahmat. Onangiz haqida aytib bersangiz. Onamiz oddiy shahar qizi, damlani qizi, Salimboy Savungar degan katta boy o'tgan. Shu boyning qizi. Buvamiz asli Samarqandlik. Samarqandda universitet diniy maktabini bitirgandan keyin universitetni Toshkentga damla qilib, masjidga damla qilib yubordi. Shu yerda damla bo'lib turgan vaqtda onamizga uylanadi. Shunda otamiz Savungar, katta Savungar boy bo'lgandan keyin kuyov bolasi masjidda kunim bilan. Shunda buvamiz kelib kuyov bolasi, kuyov bola kuningiz, sizni kuningiz masjidda o'tyapti. Qaningiz masjidda to'yyapti. Bola chaqani men boqaman. Dehqonchilik qilmaysizmi? Endi harakat qilmaysizmi? Deganda uyalgandanmi Toshkentdan ayolni olib bitta bolalarimiz Sayramga kelgan. Sayramga kelib tirikchilik qilaman. Sayramda damlalar ko'p o'rin berishmaydi. Shunda hozirgi kim maktabi deymiz, 16-maktabni ostidan joy sotib olib, shu yerda birinchi ishni savungarchilikdan boshladi. Shilta savun chiqarish. Shuning uchun Salimboy Savungar degan maqol bor. Laqabi bor. Savun chiqazib elga tanildi. O'zida fabrika ochib 24 ta yosh qizlarni olib bellama, chayga, to'p, mayda, chuyda shunaqa tiktiraydan o'rgatgan. 24 tasiga bariga ish bergan. 24 ta yosh qizlarni ishlatib, shularni nima? Shunda u nechinchi yillar bo'yadi? Misoli? Taxminan 36-yillar bo'lishi. 36-yillar. Ha, tushunarli. Urush bosilmasdan oldinroq. Urush 27-29-yillar. Ana urush boshlanib ketgandan keyin urush boshlangan 39-yil boy quloq qilib hayday boshladi. Bu 37-38-yillar. 39-yil boy quloq deb buvamizni boy degandan keyin butun bar yo'g'ini tashlab Toshkentga ketib qoldi. Shunda bizning onamiz 4 bola bilan qolib ketgan. Buvimiz 4 bola bilan qolgan. Keyin kelib olib ketdi Toshkentga. Toshkentga borganda
qaydan ishi bu yoqda osmon ishi bu yoqda bo'lgan ekan. Bo'lmadi qaytib kelib shu yerda savunganishini davom etkazdi. Davom etkazgan yo'q, buvamning o'zi kelgan yo'q. Katta o'g'li Salimov Abdurahmon shu buvamizning ishini davom etdi. Taqam. Shu yerda savunni ham chiqazdi. Ana shu turib maktab nimasi klubi bo'lardi. Hozir shu turib klubni o'rnida shayxona ochdi. Shayxona ochib, shayxonaga har zaman borib turardim. Eski shaharda birinchi chayxona, eng birinchi chayxona desa bo'ladi. Eski shahar shu pastki bozor, yuqori bozor derdi. Pastki bozor Zeleniy bozor, yuqori bozorni Mal bozor derdi. Yuqori bozorda hozir mana katta bozor. Balaxona degan chayxona shumi? Balaxona shu yerda shayxona. Shuni nomi? Shu qarama-qarshi Shturum. Ha, bu. Shturum degan kinoteatr bo'lgan. Kinoteatrda shayxona ochib, keyin Shturumni qulib deb qaytarib olib qo'ygan ekan, mana balaxonada shay qo'yishdi. Ha, shu ko'chaga Kunayev ko'chasi tushdi hozir. Eski shahar buzilib, Kunayev o'tyapti. Misol. Hozir shu paytda. Ana shunday qanchalik qilmay kun ko'rishgan. Buvalarimiz, tog'alarimiz, otalarimiz aslida qiladigan xizmat mehnat bilan kun ko'rishdi. 3 o'g'il, 6 qiz qilganmiz. 6 qiz, 3 o'g'il. 3 o'g'il, 6 qiz. Bir inim Kaliningrad Mars flotida shturm bo'lib ishladi. Xrushchev Angliyaga vizitman bordi. Shunda ketayotganda paraxod yuzga chiqib tomosha qilib, inim turganiga ses bermoqchi. Alda kelib qo'lini olib salomlash. Откуда ты? Вот я из Шымкента. Шымкент deb dedi, hayal surib turib dedi. Qozog'iston. Ha, Qozog'iston. Qozog'iston, O'zbekiston deydi. O'zbekiston. Ha, O'zbekiston deb qo'ygan. Из тебя хороший командир получится. Учись. Degan so'zimni buni Moskovskiy akademiya morflotga zachishgan. Службасini oxiriga yetkazmasdan institutga o'qishga ketdi. Institutni bitirib chiqdi. Bitirib chiqqandan keyin shu yerda otasi Ministerstvo kulturani zami, shuni qizi. Onasi Kukulniy teatrini rejissyori deymizmi, emas. Shuni qiziga o'ylandi. O'ylangandan keyin endi o'ris ota-onasi, qaynotasi. O'ylanyapman, kenglar dedi. To'yga keldim, to'yda bo'ldim, to'yni o'tkazdim. Aradan 1 yil o'tgandan keyin nimaga Bolgariyaga komandirovka boradigan bo'ldim. Bolgariya mana bizning Svinsoy zavodni bir korpusini ko'chirib bordik. Shuni stajirovat etib, o'nni odam tayyorlab, zavodni yurgizib berib qaytganman. 1 oy. Bitgan. Shunda qaytib ketganimda kirsam, inimga kirib qoldim, inimga aytmadim. To'g'ri samolyotda keldimda Moskva tushib uyga boraverdim. Uyga bordim. Kelinim boshqa bir yigit bilan o'tiribdi. Hangamalashib stolovida. Ko'nglim bir xil bo'ldim. Ko'nglimga shunday yoqmagandek bo'ldi, ikkiga bola. Yonda yigit. Burildim-da chiqib ketdim, orqa qaramay, mishat etmadan qo'ya o'tirishgan. Shaharni aylanib, kechira qaytib ketib, yo'lda kutib turdim elimni ishdan kelishini. Elim mana qaynonasi kuchli bo'lgandan keyin buni yoqa komandirovka qilib bo'lmadida Moskvada intendantskiy службаga o'tkazib yubordi. Intendantskiy служба butun Moskovskiy okrugni ovqat bilan ta'minlab turdi-da. Shuni intendantskiy служба shuni nima qildi. Shunda uyga har kuni
Aytmaydi o. Endi ana voyun şaska, mana şaska, mana şaska tamaqlarını böl artıp berip baradi da o'zi kusak bu narsani olib yeb tursa. O'sha shofyorlar uyga bir narsa tashlab ketaylik-da deb uyga kichkina bir narsa uni kelin emas, qaynonasi yuqsizlik qilib shu собака ushlab подачи даёт. Dali bir побольше. Degan ekan 5 tashlaydigan bo'pti. Buni inim bilmaydi. Keyin borib inim bilib qolgandan keyin что вы делаете? Меня позорить с моей спиной свой базар ведете? Не надо этого делать. Deb achchiqlanib, qaynonasidan biraz achchiqlanib kirgizmay qo'ygan. Kelmaydi. Shu arada menga mana yigitman kelsam, yigitman gaplashib o'tirganini ko'rib qoldim. Men aytdim, qaynonangni quvding, o'rniga yigit paydo bo'libdi dedim. Qanaqa yigit? Men aytdim, bir yigitman o'tiribdi. Dedim, qanaqa? Yoqmadi menga dedim. Ehtiyot bo'l dedim. Bunaqa yo'q qo'raman dedi. Ertasi paylabdi. Paylasa haqiqatan kelibdi. Kelib ushlab yigitni shunday urgan. Morskoy desant Daptasi chiqarib olgan. Baqvat unga unaqa 4-5 yigitni ko'rdim demasaydi. Baqvat bo'lgan ekanda. Bir to'da yigitlarni girak yigitlarni urdi. Voy tomosha. Dada endi mana shu keyingi savolga o'taylik. Xudo xolasa mana shu maktab haqida, talabalik paytlaringiz, armiya. Endi o'zim urush vaqti 43-yil urush maktabga borishim kerak edi. Maktabga borolmadim. 9 yoshimda 44-yili 1-klassga bordim. Shunda 1-klassga 11 ta bola yig'ilgan. 11 ta bola qizlar. 2-klassga 6 ta bola turdi. 3-klassga 3 ta katta bo'y yetgan qizlar. Shuna bitta muallim. U ham tatar, arab tilida dars berdi. Bir oydan ko'proq dars arabcha o'qidik. Arab alfabetida. Mana yoqdan xabar keldimi, birov shaqim qildimi? Damlaga kechirim so'rab, Ro'vadan ilmning boshlig'i kelib kechirim so'rab, bo'shatib o'rniga Ali Akbar degan urushdan qaytgan nagranni olib qo'ydi. Bir oyog'i nagran baldaqda yuradi, zo'rg'a o'zi kelib zo'rg'a ketadi. Yani bundan boshqa savodli odam yo'q. U yangi yilgacha latin harfida o'rgatdi. O'zi latin harfi, o'zi yoshlik vaqtda latinda o'qigan, latin harfida bizani o'rgatdi. Yangi yilga kelganda o'zi nimasi yarasi kuchayib ketib, yurolmay qolib ketdi. Shuna o'rniga 18 yoshli Zaynab opay degan bir qizni tayinlashdi. Zaynab opay yosh, hali muallimlik bilmishi uncha kuchli emas. Bir darsda klassda bir nimada xonada o'tiribsiz. 19 ta bola. Ana bizlarga birinchi hay ana hangama o'zimiz bir-birimizdan so'ramiz, bolalar yirik bolalar, yosh bolalar yo'q, yirik yigitlar var. Ana qizlar bo'y yetgan qizlar o'zi qatorib boshladi. Shunaqa amallab yurib 1-klassda Kirilda bitirdik. Bitirganda qay bitirganimizni bilmayman, endi bitirib qolmadi. Shundan vrach xolimizda 7 yillik maktab. Bizani oldin 4-klassgacha har kim uyda o'qitdi. Keyin borib o'sha maktabga hozirgi maktab turgan maktabning o'rnida eski maktab bo'lgan. Shu yerda 7-klassni bitirdim. 49-yil bitirib 49-yil maktabni bitirib 7ni bitirganimda Chimkentda bor bo'lgan 3 ta 10 yillik maktab bor edi. 3 ta maktab. 3 ta maktab. 49-yil. 49-yil Stalin maktabi, Kim maktabi, Kim?
Sayramda birinchi maktab. Sayram yaqin nima bo'lganiga shaharda ko'pchiligimiz bari Chimkentda bitirganlarning ko'pchiligi Sayram bo'lib ketardi. Kim degan intellektualniy молодежьmi nima deydi? Kim? Kommunistskiy? Kommunistskiy. Intellektualniy молодежьmi? Kim? Komsomolskiy internasional Ha, молодежь. internasionalniy молодежь. Ko'pi mana Kommunistskiy internasional. ko'pi misoli yoshlar ko'rayotganlar tushunmaydi nima degan kim? Kim? Kommunistskiy internasionalniy молодежь. U nimada eski shaharda edi? Shu maktab urush vaqtida gospital bo'ldi. Shuni bir urushdan nagran bo'lib kelishyapti. Ular yani ketgandan keyin, o'rni bo'shagandan keyin maktab. Maktab qilishdi. Qaytadan maktab qilib berdi, maktab bo'ldi. Shundan endi menga Varash kolxozdan qatnab o'qishga Sayram uzoqlik qildi. Kim maktabiga пересадка bilan kelishgan. Bu Stalim maktabi yaqinroq bo'lgani ko'chadan shuna Qilingirni yo'liga chiqaman, poyezdga osilib Makka kelib Qo'rg'osonga tushaman. Bu yoqda Lengirdan bu yoqqa ko'mir olib kelardi. Shu paylab chiqardim. 1 soat, 2 soat burun chiqib paylab turardim. Vagonga ketganda joy kelardi. Asirlarimda Makka Qo'rg'osonga kelganda to'xtarib tushirdim, o'ta qolardim maktabga. Shunaqa 10 yillikni kommunizmda bitirdim. Bitirgandan keyin ikki xayolda bo'ldim. O'qisam kim meni boqadi? Kim qaraydi? Ailemga kim qaraydi? Hozir azgan bo'lsam, oyimga qarashyapman. Atamiz nagran, ikki xotinlik, ana katta ikki xotin ketib qoldi. Bizlar oyimiz bilan ikki bola, ikki qiz qoldik. Mana shu o'rinni 47-yilda sotib oldim. Uyimizni, kommunizmda uyni sotib, mashina oldim. Men endi tomoshabinlarga tushuntirganim, bizlar hozir o'tirganimiz bu Ugol Gagarina Xlapkova, hozirgi Maqtali. Maqtali 2. Maqtali 2. Hozir Gagarin deymiz, burun mehnat ko'chasi bo'lgan. Mana shu Gagarinning mehnat ko'cha bo'lganmi? Mehnat ko'chasi bo'lgan. Ha, bizlar mana yoshlar bilmaymiz. Mehnat ko'chasi nimaga elektrondan o'tib nariga 3 minut bo'ldi. Shu 3 minutdan boshlanadi. Shu bilan shu bu uyni qurishni boshladingiz. 47-yil mashki. 49-yil. 53-yil sotib olib. Sotib olganda olgan odam pulim yo'q, nima beraman senga? Agarodimiz katta, agorod 20 ta terak kesib olaman dedi. 20 ta terak, tegmaysan, 20 ta terak tanib ben belgiladimda, mana shu 20 ta terakni kuzga kelib kesib olib ketaman deb belgilab ketdim. 53-yil onu bitirgandan keyin o'ylab bir harakat qilib ko'ray deb Toshkentga Politexnika institutiga dokument topshirdim. Avgustning 20'sida ekzamen topshirib barini bo'ldim. Dekani saylanib yigit ekan, kirib hangamalashib aytdim, men nima qilaman dedim. O yaxshi bitirib bo'pti, qabullaymiz. Nimangiz balanz yetadi. Bemalol 25-avgustda keng dedi. Kelib joy olib joylashing dedi. Shuni 25-avgust kuni borsam, dekan yo'q, o'rniga boshqa bir yigit o'tiribdi. Qoraqalpog'istondan 370 ta bolani shu yoqda ekzamen topshirishgan Toshkentga yuboribdi. Barini institutga bo'lgan, o'qishni ham shu yerga bo'lib bergan. Endi o'qiyman desangiz o'qing, joyingiz tayyor. Biroq stipendiya yo'q. O'qishlik yo'q. Aytman, qayerda o'qiyman, qayerda yotaman, qayerda turaman dedimda, dokument turaversin. Zavodni o'tkazinglar dedi. Zavodni o'qiyman. Zavodni. Shuni zavodni o'qiyman degandan keyin ular ham sog'lashib berdi, dokumentni zavodni o'tkazib qo'ydi. Keldim. 21 kelib sразу endi ish izladim. Yoqqa bordim, qaradim. Boladan qayerga borasan, oylig'i 60 so'm, 70 so'm, 90 so'm, undan ortiq oylik yo'q. Qo'rg'oshin zavodda 150
200-300 hayatda degan so'zni eshitdim. Nima bo'lsin, shunga o'lgasam ham shunga kelaman. deb Sinsoga harakat qildim. 23-sentyabr kuni polni komissiyadan o'tib olib ishga chiqib ketdim. O 53-yil bu yerda. 53-yil. 53-yil 23-sentyabr nimaga ishga kirasiz. Xorazm zavodiga metallurg bo'lib kirdim. 1 yil ishladim. Kelasi nimada voinskiy dokumentimda Nigodin deb yozib bergan edi. Men jab bemalol Nigodin ular Armiya bormayman ular deb armiyaga yuribsiz. Nigodin Nigodin deb bergan o'zi hayron bo'lardim. Shu tavakkal deb ishlayverdim. Oylik endi jonimni ayamadimda ko'proq pul topish. Shuna oyligim 250-300 ga yetdi. 1 yil ishlaganimda o bir oyda pul yig'ilib qoldi. 53-yil kirdim, 54-yili iyul oylarida yarimda pulim bor, yetarli. Ikkita xotinni zanimat etib g'ish quydirdim. Mana shu uyni, Masjidga. G'ish quydirib 5000 g'ish quydirib 2 uy bir darazni ko'tarib ustini yopganimda povestga keldi armiyaga. Aytdim, "Kako, я не годен." Komissiyaga borasiz bilasiz. Komissiya godin dedi. O'sha o'zi mehnatda ko'p mehnat qilganim uchun boqvat edim. O'sha nimalarga mana shu sırada aviasyonni desantni polkka bo'lishib Shunda Leningrad okrugi aviadesantni polkka tushdim. Aviadesantni polkda komandirim 30 ta bolamiz Usmonov desa 3 ta Usmonov bor ekan arqam. Men arqamga qator 3 Usmonov turibdi. Komandir kelib, "Ey, иди сюда, туда иди. Ты иди сюда, ты onu tуда иди." Böyle shularni chiqazib yubordi, men olib qoldim. Shunda aytavering, men bitta surat qo'yib qo'yaman, men sizning yosh paytingizda. Aytavering. Shunda Aytavering. desantni polkka tushdim. Komandirim leytenant Svorovets, Svorov maktabini bitirgan shturmovik, desantnik bosh bo'ldi. Komandir o'zbek bo'ldi. Bizlarni yozda sразу ko'hlam chiqishim bilan o'zimiz Novgorodda turamiz. Komi SSR Vorkutda shahriga yaqin katta bir o'rmozorga olib tashladi. Mana nimamizga komandirimizga yuzasi qulajay ekanda. Shu o'zi tanlaganmi qaydam. Hamma o'rmon 30-40 metrlik daraxtlar. Taraqlaydi endi. Ya'ni shamol bo'lsa shaqillaganda xuddi odam gaplashganga o'xshab shaqir gaplashib turadi. Kunim bilan kunduz kuni obdan ishlatadi eshak qilib. Hali singan daraxtlarni sindirib kesamiz, maydalaymiz, mana nima qilamiz. Tunim bilan degan davay. Qishda leja 20 kilometr aylanib kelmasak, yotqizmasak. 20 kilometr. 20 kilometrdan kam tushmaydi. Voy. Yozda 20 kilometr bütün yukni osib olib 20 kilometr peshkom 20 kilo yukni ortib. Yuk bilan. Endi eshagimiz chiqib bordi. Shunda qo'limga shishlik berib bir kun. Ja, achcham chiqdi. Qo'limga shishlik berib, "Колени" dedi. "Колени". Прямо вот сюда, грудь коли. Aytma, "Ты еще живой человек". "Коли, не бойся" dedi. Shuna saydim. Bir romantik. Bir urdi deyman. Ishlagan bir yoqqa, men o'zim bir yoqqa quladim. Sizga priyom ko'rsatgan ekanda. Priyom ko'rsatdi. Shunda priyom qilib 5 ta setka ramka qilamiz. Ramkaga o'g'uchlardan setka to'qilgan. Yugurib, bir chiqib, bir chiqazib olib, yugurib anonsa tiqish kerak. Shuna bir xilda shoshib borib, bir ursam ishning miltig'ini yarmi kirib ketadi. Chiqazib olganing uchun qancha vaqt orqadan ko'tingdan tevib turadi. Sen
epleyemeysen. Ben şu bana uzun mu? Resk, tıp. Çık katar var. Ben kuşunu tıkvalıp çıkalamay, mülten çıkalamay otursam dip haylap arkamızda közümüzde töybirer. Ha şuna qilib o'rgatdi. Shunda desantlik bo'ldim. Mana Zapadniy Ukrainada benderlar qo'zg'olon ko'tardi. Voy, shu paytda benderislar bor. Ukraina haligacha bor, ha? Bor, haliyam bor benderlar. 55-yil qo'zg'olon ko'tarib Sambar shahrini egallashgan ekan. Naryoqda Borislav shahri bor, Tavam Mikhailivka shahri bor. 3 shahar shularni qo'lida. Olgan, как terrorist. Уже как terrorist bosib olib, shu yerda уже ishini olib boryapti. Shunda u nechinchi yillar bu edi? 55-yil. 55-yil. 55-yil oktyabr oyida bo'ldi. Oktyabr. Biz nimadan oxiriga yetkazib bitirmasimizdan yani как готовый десантник dedi. Shu yoqqa yubordi sizlarni, как spetsotryad. Endi qag'alar o'tishamizni, sразу o'tishsa bolani barini sразу shaqa 3 shaharga bo'ldi. Aytaver. Sambar shahri, Dnestr shahri, daryoni manda, Dnestr daryoni manda aylanib o'tadi. O'rtasida Sambar shahri. Endi shunaqa chiroyli shahar. Tomosha. Burungi 500 yil, 600 yil burun solingan o'rtasida Rakuşa deydi. Pravitsiyonel emas. Serkif o'xshab solingan chiroyli qildi. Endi mana bari bir serkif, bir magazin, bir aylantirib tomosha. Bu yoqdan Lvovdan boradigan yo'l bor. Bu yoqdan Mikhailivkadan keladigan yo'l bor. Samburga keladigan. Shu ikki ko'prikni qurishni bizlarga topshirdi. Bizani 15 bo'lib olgan boshlig'imiz gражданский kiyimda, званияsi mayor ekan, bilmayman mayor ekan. Bizani 15 tamizni mana Lvov tomonga olib qoldi. Yasonda eng nimani Lvov katta oblastda shahar. Shu yerga olib qoldi. Qolgan 15 tasi starshlikdan qaqni yetib ekan bilmayman, shunga berdi. Ana Mikhailivka tomonidan sam qurishandi, most, ko'prik ko'risi. Shuni bu olib keldi tunda emas, kechki soat 5-6larda olib bordi. Mostni ko'rsatdi. Mostga ustida 3 ta post qo'ydi. Ostiga 1 post qo'ydi. Qolgan ikkitamizni yonida olib yurdi o'zi. Aylanib borib kelib yuraveradi. Shunda azonga aman eson chiqdik. O'tirgan joyimizda ismim bilan avuşamiz. Yarım saat ko'zimni ilintirib olaman. Mana o'tirib bo'ldi, tur. Men ashaq avuşib tunni o'tkazdik. Azonda tursak xabar keldi, aniqda 15 tani so'yib ketdi. Voy. Ana bu starshlikdan qaysi predator ekan. Voy, sizlarning oranglarda yurgan. Shu vaqtda predator Ukrainachilardan chiqqan benderlarni bilmas ekan. Onu bilmaymiz. Qator ko'prikka barini so'yib ketdim bolalarim bilan. Borib ko'rganda o'zim tashlab oldim. Voy. Yanımda yurgan bolalarimdan ayrilib qopman o'tib yig'lab yubordim tatlab. Shunday bolalar. 15 ta bola o'lib yotdi ko'prikning ustida. Lekin yo'q. Ya служить не буду так. Qo'rqib qoldim, qattiq. Конечно, u stress bo'lganda bizani 15 ta bolani Lvovga qaytib olib ketdi. Aparib qo'ydi, ana 15 tani uyga yo'natib yubordi, olib ketishdi. Shuni nimada Port Artur, Kitayda Port Artur shahri bor. Port Artur shahri Vladivostokning sal pastida. Kitayning narigi chetida. Kitayning narigi chetiga, okeanda. To'g'ri. Shu yoqqa Port Artur shahri bor. Shu shaharni Kitayni bizlar Sovet armiyasi освободить etib, Yaponiyadan освободить etdi. Yaponiya bosib, полностью bosib olganda 45-yil bir kun urush bo'ldi. Bir kun emas, 2 kun, 3 kun kapitulyatsiya bo'lib, полностью kapitulyatsiya bo'lib, olgan joyi barini tashlab ketdi Yaponiya. O'zi Saxalinni yarim Kamchatkani, Saxalin, Kurilskasi va bar Yaponiya qo'lida edi.
Polnosy Sovet Kamchatka'nın yarımı Kamchatka, Sakhalin уже Yaponiya qarardı şu paytda. Yaponya'nın kol astıydı. Kamchatka'nın yarımı Sakhalin aralı Kuril asraba bari Yaponya'nın kolundaydı. Bärin Sovet hükümeti tapşırıp gitti. Al. Kavla oldu. Özünü saklap kaldı. Börge temizlik oldu. Koreya, Mongolia, ular bari şunun kolundaydı. Bärini taşıp gitti. Kitayni ham taşıp gitti. Şundaki Mavzudun Stalin'in en yakın dostu bolup Port Arthur şehrini Port Arthur dep atap Stalin namıgan makanda kıldı da şetke polkumuzu koydu. На всякий случай Kitayni koruş için. En katta şehir Port Arthur degan şehir, katta şehir. Kitayni koruş, Morskoy ölmeden koruş için kaldırdı. Şetay spes polk var. Şu spes polkun срочный порядке buyaq alıp bardı. Bizlerini alıp bardı. Samburg'a alıp bardı. Bizlerini şularga koşup koydu. Yanda yürüngler, birge yürüdü. Yani yalnız özüngler yürümek. Her 3-4'te bir saldatın arası bitti bizlerini koşup berdi. Bir polk, spes polk, Kitay'dan keyin. Sambur'unu işin üçünde taptaza qıp çıktık. Yani 4-5 ay Ujgorодgacha bir ay почти, bir ayga yakın yürüdük. Ujgorодgacha tazalap, bärini kuup, benderlerini Vengriyaga ötküzüp bardyk. Vengriyaga ötüp ketken eken, Vengriyaga teýmän okuwak eken boldy. Hem Sovet hükümetinin kolunda. Hiç şaka barınmaydı. Dep bizani Vengriyada alıp kaldı. Kitaydan keyin polk bari hizmet bitip kalan eken jay ularni bärini boşataverdi. Şetten boşaşıp ketaverdi. Ujgorодda biraz turgandan keyin Kılaydan iş bolmady. Mana Belый Церковь şähriga Kiev'nin yanında Belый Церковь şähri var. Şähriň yanında yangi voenskiy şasi salınýatgan eken. Şu voenskiy şasiga 3'lemiz şaka bölüp bardy. 3'lemiz bardyk. Angarda ýaty, katta angar, stроительный angar. İşte material mayda, işte traktor hem şunun içinde, nime hem şunun içinde. Sroka ketýär şeýleler. Sroka boýatkanda bizler 3'lemizi polkny polk emas diviziýanyň ştaby boldy. Kurulyp bitirip diviziýanyň ştabyny kurup oňa Dvarcı Geroj Soýuzy general-mayor Maloch komandir bolup geldi. Şunu kolga tapşyrdy. Şunda Maloch'ma neçe merte uçraşdyk. Maloch var nimadan Varşavgraddan Leningraddan Varşavgrad şähri bar eken 5 samolyot alıp geldi. Özünden 5 samolyot alıp qatar koyup koydu. Her samolyotni tumşugida, 2 kanatyda, ayagida 4 adan soldat ahran etdi. Şu sekretli samolyot. Bizlerini ahranga yuvarmaydı. Esler ahran etdi. Ştab. İsmi bilen bir gün üçlerimize avuşup baktıramız. Şu gün bir gün zvona köp kaldı. Dежурный по части. Ben bir ştablarına aylanıp çıkay. Sen özün oturat özettin, ben koyup gittim. Story KPSS'ne, sonuçta Story KPSS kitap yatkan eken. Açıp varaklar, okuyup oturup, Lenin'in hizmetlerini kızıkıp kalıp şu an okudum. Okup durum, bırakta telefon звонит etip kaldı. Идет самолет без просьбы на посадку. Ben aytdim, vay, без просьбы, немедленно свет бериңler. Palasany ýakşy gerek. Palasany yaratyňlar. Dip komanda berdim de özüm yürüyüşümü izley başladım. Kaç polk yürügeni bilmeymen. Polka sorsam, "Только был у нас, ушел". Yo, işe niye ушел? Dip şu kadar
Uşaq dursun, бірақ samolyot to'ppa-to'g'ri shtabning oldiga kelib to'xtadi da, ichidan 10 tacha bari ofitserlar chiqib ketdi. Oldida marshal Sovet Soyuzi Chuykov ketdi. Endi nima deyishimni bilmayman. Marshal. Дважды Герой Советского Союза, marshal. Endi ko'krak to'la qarab turib, nima deyishimni bilmaydi. Yo'q, shoshqanim yo'q. Abdan o'rganib qolamiz. Ana komandirimiz abdan o'rgatgan. Товарищ маршал Советского Союза. За уверенным вами участке дежурит рядовой Усманов доклад. Рядовой ефрейтор ма? Ефрейтор Усманов тоже. Рядовой келіп елкен қолым алып, жүржені кетеді деді. Где-то здесь айланып деді. Шынақыдан бірақ деп жүгіріліп кетті, нәпіс аламын. Оны жүгіріп кетті. Жүрілді, майор. Келіп, все. Ты успокойся. У солдата учись докладывать. У солдата учись докладывать. Иди, занимайся своим делом. Məni alıb getdi sözümü. Kabinete alıb girib, yaqdan, mayda-şüydən bərini sorab, izləb boğandan keyin bir buyuşmayım адъютантом. Сутки. Объявляю тревогу. Немедленно найдите своего командира. Şuna çıkıp жүргенге айттым, немедленно тауып кет деді. Ол как раз şu күні nimaga Sochiga uchib ketgan edi. Damag'an. Ana. O'zini samolyotda ketgan, uchib. Shuni amalib yo'q, qandaydir sizlashni topshirib. Azonga yetib keldi u. Azonda yetib kelgan vaqtda kelib dalajda nima qildi. Saat 10 bo'ldidan trevoga obъявить etdi. Военная тревога. Военная тревога obъявить etib, axırı qachon pishishini aytmadi. 5 samolyot meni ko'tarib oldi. 5 samolyot uchib ketdi. Hamma samolyotdan nima keladi? Radiogramma. Radiogrammani qabullab olaman, olib kelib beraman. Radiogrammani qabullab olaman, olib kelib beraman. Только следи за молодшим, своим командиром, следи, где он, где находится. Меня точно закладывают. Moskvadan o'tib ketayotganda Chuykov Moskvaga звонить etibdi. Над вами летит самолет, попробуйте ловить. Шпионский самолет degan. Bütün Moskva trevoga ko'tarib, bütün nimalarni, projektorlarni barini osmonga qaratishib qo'ygan. Qaqda. Lokator alanmaydi. 22 kilometr balandlikka ko'tarilib ketgan samolyot. 22 kilometrda qandaq nafas oldi. Kislorod. Kislorod podushkamdan готовить ekan ekan. Endi so'kkanda malochi Moskvani o'tib bo'lganidan keyin o Severniy polisiga yaqinlashganda xabar keldi. Я на Северном полюсе. Иду на заправку. Deb shunaqa dedi. Kelib doklad etdim. Severniy полюс o'tib ketdi. Он на Северном полюсе, на заправку идет. Все нормально. Все, герой, он герой. Молодец. Он заслужил этого. Shuna osmonda ketib zapravka qildilar. Samolyotni yerga qo'ndirmasdan shu paytda уже shu narsa chiqqan-a? Shunda shaqda samolyot turgan ekan ko'tarilib. Ana. Tepasida yurib, shranishib, prямо zapravka qilgan. Aytdim, zapravka qilib bo'lib nima qilgan ekan? Ya полетел Shukotga dedi. Kirib aytdim, Shukotga ketyapti. Pulsi yetdi. Shukotkaga borib, Shukotkadan aylanib, nima qilib, Severniy Amerika bilan Kanadani yollab, Amerikani, SSH'ni Atlantik okeani qirg'og'iga bir shahar bor ekan. Chetga qo'ndirdi. Chetga qo'ndirib, dam olib, ozgina dam olib, zapravka qilib, ko'p turishga bo'lmaydi. Ana samolyot sekretniy samolyot. Sekretniy. Bu учение bu это spetsoperatsiya. Mumkin nima istimay etib qo'yish mumkin. Shunda tez zapravka qilib uchib ketdi. Uchib ketdi, yoqdan uchdi dedi.
Vladivostokka yetmasdan, Vladivostokdan o'tganda severniy tomonda Varoslavgrad, Varoslavgrad degan shahar bor. Shu yerda voyenniy shahar. Чисто voyenniy. Shu yerga borib qo'ngandan keyin aman eson Varoslavgrad shahrida qo'ndim deb Maloshidan xabar keldi. Keldilar. Объявить. Всем благодарность. Чуков, прям нахуй. Всем благодарность за службу. Особенно тебя. Особенно тебя. Şun saat 10'da ertesi gün azanı saat 10'da nimede at boy verildi. Yaktan dam alıp biraz yemekhane için kechqurun saat 5'ga ertesi günü уже bir kun o'tib ketdi arada. Ertesi günü azanda Kiyevga kelib qo'ndi. Kiyevga emas, shu Beloserkov shahrining yanında Sukhalesye degan voyenniy городок bor. Sukhalesye degan voyenniy городок. Shu yerga kelib qo'ndi. Qo'ngandan keyin marshalning oldiga kelib generalimiz butun polkni turg'izib qo'ygan, chiqib докладывать etdi. Служба выполнена. Şun marshal благодарность объявить etib, ура, mana Murat ketayotganda joy qulog'i soldat отметь. Soldat отметь за хорошую службу deb meni ko'rsatib ketdi. Endi u so'yingandan marshal ketmasdan turib, от имени маршала Советского Союза, от своего имени объявляю благодарность и выездом на родину 20 отпускga borsa bo'ladi. Voy, sizga. Ana. Shu kuni kechgacha keta qoladi deb dokument barini to'g'lashib berdi. Poyezdga aparib qo'yishaydan ham bo'ldi. Yanımdagi bolalarim bir ikki bolalar yopishib, "Voy, ne yapmayış? Такой, meni обмыть надо." Deganiga shularning so'ziga kelaman deb, обмыть etaman deb qipirqib qolib ketdi. Ertasi barsam, meni poyezdim boshqa, biletim boshqa. Shundan Moskvaga amalib yetib keldim. Moskvada bir kun turdim. Undan uyga keldim. Uyda 20 kun emas 17 kun turib, ertaroq yetib borayin, qolib ketmay. Kechayotib, tag'in Moskvaga kelganda mavzoleyni kelib ko'rib chiqib, Leninni, Stalinni ko'rib chiqib, ozgina nima qildimmi? Poyezdga kechikib qolib, bir sutka kechikib qoldim. Bir sutka emas, yarim sutkadan oraq. Endi kun o'tib ketdi. Borgandan keyin как разгильдяй. Разжалуйте, евреи radava qilib qo'ydi. Bir kunga. Bir kunga. Shundan bir oy ishtirokni polkka yubordi. Ishtirokni batalyon. Voy bu, hamma men qatorlar ketib bo'ldi, men bitta o'zim qolib ketdim. Ishtirokni batalyonda qolib ketdim. Bir oy o'tkazib borib aytdim. Когда меня освободить? Куда освободить? Ты штрафник. Aytdim, уже vaqtim o'tdi-ku. Men bu qatorlar uyda ishlayapti. Как так? Вот так. Dokumentim qarab, "Voy bu, извини. Срочно dokumentim to'g'rilashib, sirashib chiqib, samolyot qo'zg'ab ketdi. Bo'sholdi. Shuni uyga keldim. Kelgan kunim shu kun dam oldim. 22 dekabr kuni keldim. 25 dekabr kuni ishga chiqib ketdim. Ishlaymiz deb aytgan ekan. Почему он должен уже давно демобилизироваться? 3 yil служить etib, 3 yil 3 ay служить etdim. 3 yil 3 oy. Bir kun deb 3 yil. Tushundim. Bir ay ishtirokda bo'lib ketdi. Endi rahmat, juda qiziqarli. Endi o'zingiz Svintsovoy zavod haqida. Uni ana nimaga qo'yaylik voprosga. Hayotdan qiziqarli voqeaga aytamiz. Hozir endi Svintsovoy zavod haqida aytib bersangiz. Svintsovoy zavod haqida ko'p gapirsa bo'ladi. Svintsovoy zavodni 29-yili qurilishi boshlandi. 31-yili Chimkentda qizil bayroq deymizmi, qizil alvan degan
Artel kuruldu. Hı. Şu Ertel'de bana oradan teyde maç bir yılda oyulgan yerler var mı? Şetten pişiğiş alışıp. Kış zavut salındı. Kış şette öndeki bana badam boyunca şu yakınma kancayda ettim. Saman kumu pişiğiş kırşap olarken şetten kirpiçli zavut salındı. İki de kirpiçli zavut tüm meşhur. Ertel vakti meşhine yok. 10 ta Avarikaş özüne at avarasının Ertel'e. Şunaqa Ertel'den 5-6 Ertel oldu. Şuna Ertel'lerin bittesiga adam başlık oldu. Adam şularını kak ekonomisti oldu mu? Pulunu vakti alıp verip, vaktidan nimesini sanap, kança kış ötküzüp, kança kılıp, şu kak buğaltır. Şimdi bir iki üç şey işleyen ekin, olmadı mı? Et yakmadı mı? Nereye kesip oldu. Özün agronom oldu. Sebebi bir akası iki iğnesi şu Ertel'de işledi. Şunaqa köprak yazı vardı mı? Şakın buldu, münasebe oldu. Şunaqa münasebe oluş gerek. Onsun bekazime gitmeydi. Ketip agronom olup gitti. Şundan zavod 31 yıl kurulup bitti. 32 yıl birinci sek yuvarıldı. 34 yıl birinci korgaşım alındı. 34 yıl. 34 yıl birinci korgaşım alındı. Korgaşımıma aslında Seyyan'ı Mirgalimsay, Açsay, Kentav, nima altın tapkan Özbekistan'dan Ahangara rudnikleri materyalını abis beşti. Şuna 59 yıl işleten ayellerin birini emellep, uruştan kalan ayellerini boşatıp bari erkekler öttü, erkekler ki. Uruştan ki yani nagaralar geldi, yani uruştan ki yerlerin köpçülüğü nagaran bulup yani 10 yıl işlesek pensiye çıkıp tutamız deyip zavodga kelip işe kirişti. Şu nagaralar nimasi условиясы boshqacha bo'lib ketdi da. Ilgari yengil условияda ishlagan keyin birdan og'irlikqa tushgandan keyin og'ir simsiz zavod yoqtirmaydi undaq narsa. Bir yil ikki yilda birin-ketin biri dumalayverdi. Sal nima qildilar 10 yilga zo'rg'a ishladi. 10 yil zo'rg'a ishlab pensiyaga yetganda pensiyaga o'lib ketadi. Hem bizden özüm bir bakmatligimdan ikkinchidan shu bir joyda qimilama shu nima bilan havo bilan shu nima bilan ishlaganimga organizm o'rgandimi? Yiliga отпускка chiqaman. Bir kurortga уже заранее kurortga putevka tog'lashib falan joyga kurortga borasiz. Mana putevkangiz, mana nimangiz deb tayinlab beradi. Şuna qilib 31 yil ishlasam 31 sanatoriyada bo'ldim. Eng men degan sanatoriyadan men borib ko'rdim. Даже ana kuni aytdim bilan Stalinni dashsidan oldim. Qora dengizda Adler shahridan Adler shahri o'zi katta kurortli shahar. Qirg'oq manda kelsa Adler shahrida mana kichkina uyimga bor, poloostrov. Poloostrov shuda nimaga chiqqan, bir ozgina 4-5 metr balandlikda. Endi dengizdan 40 metr balandda. Dengiz suvi shopirganda bir xilda qattiq achchig'i chiqsa, shu 40 metrgacha ko'tarilib ketadi suv. Shu yerda ishga desam Zavkom boshlig'i Voytenko degan o'ris yigit. Ko'chaga chiqib turgan ekan. Ko'rib qolib, "Oy, Usmonov, иди сюда, ты меня нужен". А что бы? В чем дело? Ты срочно сейчас летай, тебя и ждут.
Bu yerda Chimkentda bo'lyapti u voqea, ha? Bu yerda İşte, zavodga zavodda kelib, zavodni eshigini olib Ha, bo'lyapti. ha, ha. Shu yerda paylab turgan ekan, bir hı. rusroq odam kelib qolsa, shu putyovkani ber. Gayvoronskiy срочно, Gayvoronskiy direktor zavoda, deputat Verkhovный Sovet Soюза СССР. Срочно Moskvaga putyovkani olib ketaman deb turgan vaqtda Moskvaga chaqirib qo'ydi. Он вылетел в Москву, Путевка горит. Ana. Путевка горит. Ты поедешь отдыхать вместо Гайворонского. Sizga buyuribdi. Мать моя, я же на работу, это как? Брось работу, сейчас я позвоню, тебе все оформят. Ты иди домой, сейчас машина за тобой приедет. Ana. Оденься, быстрее готовься. Uyga kelib kiyinib bo'lmshi mashina keldi. To'g'ri samolyot aparib, samolyotga o'tkazib yubordi. Adelga borib tushdim. Endi как генералов встречают. Spetsmashinada bir armiyan yigit spetsmashina kelib yoniga o'tkazib olib keldi. Olib kelib sanatoriya, bu yoqda sanatoriya, bu yoqda nima? Şetiye alıp şirdildi. Bir kızın çakırıp ne yapıldı? Bak, привезли. Yugab, gelip çalıp, извините, kolumu alıp salamlaşıp, amanlaşıp. Я такая, хорошо. Я депутат Верховного Совета Gayvoronskiy. Ne kıldı? Okşamaydı bu diye ne kıldı mı? Ne kıldı? Şu, ваше помещение deyip, o neye? Полуостров. 3 xona. Спальня, приемный и столовый. Bir o'ziga. Bitta o'zi. Olib chiqib, joyimni ko'rsatib, joylatib, yotqizib, отдыхайте. Завтра утром приду, в первую очередь физзарядку сделаем, гимнастику, потом завтракать, после завтрака прием населения. Поэтому прием населения отставьте. Я отдыхать приехал. А остальное, пожалуйста, либо гимнастика, еще я все могу сделать. 24 kun Rahat qilib dam har olasiz. kun rahat qilib dam olganda endi bunaqa dam olish bo'lmaydi. Hech kim yo'q, hech kim ana yoqda sanatoriya big'illab yotibdi odam, buj. Bu yoqqa o'tkazmaydi, hech bitta bir odam o'tkazmaydi. Ben chiqarsam hammasi eshik yopishib qo'yadi. Prezidentlarga o'xshab dam olyapsiz-da. Prezidentlarga o'xshab. Prezident, как президент? Как prezident? Chiqaman, azonda kelib, qayerga borasiz? Kimni принимать etasiz? Я вам сказал, меня никого не нужно, никого не принимаю. Меня не надо никаких. Да. Я отдыхать приехал. Я пришел отдыхать. Я металлург, связовик. Я свежим воздухом хотел подышать. Куда пойдете? Куда маршрут есть? Пожалуйста, куда хотите? По морю? Пожалуйста. По городу? Пожалуйста. Машины дам по городу погулять. Это, nima aytay? Men ana kun yozib olganim, hozir aytib o'ray tomoshabinlarga. Kavkazda 4 marta bo'lgansiz, Kavkazda. Sochida 2 marta bo'lgansiz, Ukrainada 6 marta, Kaliningradda 1 marta, Minskda 1 marta, Estoniyada, Vladivostokda. To'g'rimi? Endi bitta savol sizga, mana siz Kunayev bilan 4 marta salomlashgansiz. Qo'lni olgansiz. Dilmuhammad Kunayev. Dilmuhammad Kunayev 4 marta qo'lini olib salomlashib hangimada. Nazarboyev bilan necha marta uchrashgan? 9 marta. 9 marta Nazarboyev bilan uchrashgan. Nazarboyev bilan saati ham haligacha pamyat saati bilan. O Nazarboyevni saatimi? Nazarboyevni лично o'zim bergan saat. Можно на камеру оператора сейчас попросим. Часы от Нурсултана Назарбаева. Pamyatni yozib ham qo'ygan Nazarboyev. 20 yildan beri taqib yurgan. Keyin siz Nazarboyevni sovetniki bo'lgansiz. 4 yil sovetniki, помощник sovetniki emas, помощник советника. Помощник sovetniki. Bitta Xalmuratov
Razakul o Kekmani şefim buldu. Razakul'un hakimiyetini adamı bugün zam hakim bulgandan keyin onu ünşe işe buyuruşanmaydı da. Arkasında yazıyor. Podpis bilan. Подарок от президента. Нурсултан Абишевич Назарбаев. Ассамблея народов Казахстан 95-yıl Asamblea народов Казахстан kurulganda birinci delegatlar 250'likte delegatni biriga bittadan topshirib chiqdi. 250'likte delegatga bitta saat. Endi o'zi topshirgan yo'q, zadaniya berdi. O'tirgan joyimizda olib kelib bitta saat berib ketgan. Endi hozir mana Svintsovoy zavodga sal qaytsak bitta savol bor edi. Svintsovoy zavod qaysi yillar eng avjiga chiqqan paytlari, necha ming odam ishlagan, nechta smena bo'lgan? Shunaqa savol. Qorashim zavod 34-yil ishga tushdi dedim. Urushda 4 yil 10 ta atilgan o'qdan 9tasini Svintsovoy zavod tayyorlab berib turdi. Bu eng urush. Yani bir şeyde bir kısa hangama aytib ketay. Aqtau shahriga yer beradigan bo'lib, yer berishni so'ranibdi. Aqtaudan Stalingradgacha Bakudan chiqqan neft produktini Stalingradga olib borib soprovождать etgani uchun Aqtau shahriga Giroy город Giroy degan звание bersin degan nima chiqdi. Men aytmay, Aqtau shahri только Volga'da провожать etgani uchun Giroy söyledi. Bizlarda 370 naселение, halk var bo'lgan 370 ming xalqi urushda har 10 atilgan o'qdan bittasi atilgan o'qdan 9tasini tayyorlab bersa, nega shahriga Giroy bermaydi? Niye bize soramaymiz? Deb shu to'g'risida Nazarboyev xat yozdi. Nazarboyev xat yazib, Nazarboyevdan apparatdan keldi. Rahmat, shunchalik zabotsizlik, shunchalik nima ko'pdan ko'p rahmat. Shu jon kuydiryapsiz shahar uchun. Endi zavodga so'rasam, zavod yo'q, zavodga so'rayolmadim. Yaqinda bo'layotgan hangama bu. Yaqinda bo'layotgan. Nazarboyev pechdan oldin. Shaharga halkı 370 bin halkının yarımından köpü zavutta işledi o. Doğru. Köpçülüğü ayarlar. Aslında ayarlar becerdi işte. Şularga nege? Şularga bir esalik üçün haca bu narsa bersek bo'lmaydi mi? Degan hangamani yozganimda. Astanadan xat keldi. Nega bitta o'zingiz qo'l qo'ygansiz ayollarga? Nega ko'pchilikni qo'l qo'ydirmagansiz? Degan xat kelgan ekan. Obbo, men hatto xato ish qilmagan. Dedimda, oblast sovet veterani boshlig'i Mavlonqulov, shahar sovet veterani boshlig'i nimani, rayonlarni sovet veterani. O bizlar vaqtda urushda bo'lgan emasmiz, bilmaymiz hech narsani. Qo'l qo'y. Mavlonqulov qo'l qo'yib berdi. Shahar qo'l amalab turdagi bo'lmagan narsalarni angama qilasin. Hamma qo'l qo'yib berdi. Başka hech kim qo'l qo'ygan yo'q. Shuna izlab yurib, veteranlarni topib 3-4 metr Golubov degan bir veteran var deydi. Uni topib, izlab bir ayol bor edi, uni topib, shularga qo'l qo'yib olib, endi Nazarboyevga emas, parlamentga yubordim. Parlament mumkin narsani deb aytadi. Nimaga Faxriddin Qaratoyevga yubordim. Faxriddin Qaratoyev oldi. Alıp dokumentini ko'rib dedi. O'zi nima qilishini bilmagan. Shuni yandalarga so'yatsa etganman. Shaharga bir delegat yuborib qo'yaylik-da degan ish qilgan. Shuni 11 ta Astanadan delegatsiya keldi. Kelib zavodni ishiga kelib to'g'ri menga kelishdi. Uyimga keldi. Uydan
Uyda o'tkazib mashina kutib oldim, yaxshilab hangamalashdik. Aytman shu zavodda shuncha оборудование, shuncha sex готовый turibdi. Hali buzilgan yo'q. Endi buzyapti bir yoqdan. Hali buzilmagan sexlar bor. Shularni buzmasdan hozir avtoremontni sex qilsak bo'lardi. Mashina строительный sex qilsak bo'ladi. Kombayn mayda ishida traktor любой zavod Xitoy bütün оборудование bor. Kommunal nimasini bari tayyor. Suv, gazi, bari. Deb shunaqa deganmikin, ko'rishib, qarashib, zavodga olib kiring dedi. Zavodni olib kirib, barini aylantirib ko'rsatib chiqdim. Bari bir-biriga qaraydi. Hay, такой sex ломать. Что будет? Только из-за металлолома shunday katta огромный 5-7 qavatli izlangan buzyapti. Shuni ular aytadi, hozir abitdan keyin abitgacha olib kirib aylantirib ko'rsatib chiqdim. Ular abitga meni nimaga chaqirdi, stoloyga chaqirdi. Men aytdim, bormayman abitga, men ro'zaman, как раз ro'zaman, bormayman dedi. Ой, мы не знали, что вы пост держите. Deb qo'limga 10 ming ushlab ketishdi. Yo'q, olmayman deganimni qo'ymay 10 ming ushlab ketdi. Hammaga rahmat. Olib ketdi, aradan biraz o'tmasdan bir yigit keldi. To'raka, aynan to'raka. Dokumenting 5 ming. Qanaqa dokument? Ana ularga bergan dokument 5. Ularga beraverman. Kopyasi qoldi. Bütün qolgan qutgan dokumentlarning barini yig'ib oldilar. Men dedi, agar odam emasman, sen Nazarboyevni olib kirmasam, toshni oldini olib kiraman dedi. Sen de patriotni qayerdan izlaymiz? Deb dokument barini yig'ib olib ketdi. Shu bo'yicha u ham yo'q, dokument ham yo'q, bari qurdi. O'ldirib yubordimmi, yo'q qo'yishdimi? Ya nima qildim bilmayman. Ya dokumentim yo'q, ya o'zi yo'q. Xabar bermadi. O tema yapıldı desangiz bu. Bu yapıldı. Endi sizga savol, mana 84-yil siz pensiyaga chiqdingiz. Endi pensiyadan keyin siz ko'p joyda общественный joylarda ishlagansiz. Misol Sovet veteranov zavodi bo'lgansiz. Zavoddagi keyin mana mahalla raisi bo'lgansiz. Shuni haqida aytib bersangiz. Keyin mana shu ko'chaga Xlopkovoga gaz Chexova bir aytib berganda 2-3 ko'chaga Svintsovoy zavoddan gaz tartib bergansiz. Shunga siz sababchi bo'lgan ekansiz, ha? Zavodda ishlab yurib, endi общественник bo'lib ketdimmi, qayda zavodda ishlagan общественник deganim birinchi kommunistik brigada meni brigaderim bo'ldi. Men brigada bo'ldim. Kommunistik. Shundan boshlandi общественный yumush. Brigadir kommunistik turida gvardiys, pятилетки degan nimalarni oldim. Partkomga a'zo bo'lib qolishdi. Partkomda 5 yil partiya a'zosi bo'ldi. Partiya gruppaning a'zosi bo'ldi. Ertaga chiqqan nima qilgan ekan? Zavkomda jalba ko'payib ketdi. Masalan, tegishli odamlarga bermasdan tegishsiz odamlarga beryapti. Degan hangama ko'paygandan keyin zavkomga o'tkazdi. Siz borib palatga qilmasangiz bizlarni qozoqlarni ishini to'g'rilayman. Siz boringsiz. Zavkomga shem bo'lib bordim. Endi o'tir. Kelgan gilam keladimi, palas keladimi, garnitur keladimi, холодильник keladimi? Bittalab ko'rib chiqib bergan zaявкasiga qarab, vaqti chistasiga qarab chaqirib beraydan bo'ldim. Ashula. Shunaqa yurganimda bir garnitur keldi. Hozir men hali shu garniturda o'tirib 50 yil bo'yatdim. Bolgarskiy garnitur. Shu garniturni o'zimga olib qoldim. Ko'z ko'rganda darrov ko'rishib Usmonov o'ziga garnitur oldi, bu zavkomda ishlab. Degan ma'no sразу aytdim. Shu. Yozdaysiz. Zavkomda ishlamayman boshqa. Boshab chiqib ketaman. Mashina bo'ldim, qancha narsa bo'ldim. Bittasi jalbi yo'q. Shu garniturni olganimni ko'rishib garnitur oldi deb jalbi yozdi. Shundan zavodda 31 yil ishlasam, zavodni eng
cho'qqa chiqqan vaqti Gayvanovskiy vaqti bo'ldi. 50 80 70-75 yılların arası zavod bütün dünya boyunca birinci o'rinni alıyordu. Dünya boyunca Simsoy zavodda 13 ta produksiya chiqadigan bo'ldi. O'ng'acha bitta qo'rashim chiqardi. Keyin borib oltin, kumush, metal, mana 13 turlik material chiqadigan bo'ldi. 13 ta sex qurildi. Hammasi отдельно. Oxiri shunga yetdiki, bizlarni chiqajaqdan redki metallarni Soyuzda hech kim bilmaydi ishlatishni. Magniy, kadmiy, indiy degan metallarni bizlarda Soyuzda hech kim ishlatmagan zavod yo'q, unaqa ishlatadi. Производство yo'q. Производство yo'q. Bir katta angar to'la basib yotibdi. Yani sata desa hech kim olmayapti. Shuni yaponlar eshitib qolib kelib ko'rib, "Oy! Süpürgeme süpürlep çıkıp gitti. Bir angarın bari süpürge bir narsa qoldirmas. Tufrag'icha olib ketdi. Yaponlar bu yoqqa kelib. Yaponlar kelib ko'rib, shunda kelishim bo'lgan. Chiqqan produksiyasini Moskvada sotadigan bo'ldi. Yaponlar o'zlarida emas, boshqa davlatlarda ham, основном Moskvada sotadigan bo'ldi. O nechinchi yillar bo'yatdi bu voqea? Nechinchi yil bo'yatdi bu? Bu 87, 78, 85 yillar arası. Shunda Yaponlar bizlarda televizor, radio, ana mayda shular 1 yillik garantiya bilan chiqaradi. 1 yil garantiya. Televizor 1 yil. 30 yil garantiya bilan chiqaradigan bo'ldi. Voy, ana. Yaponiya chiqajaqdan televizorlar, radiolar, apparatlar, telefonlar 30 yil garantiya. Shunaqa bo'lgandan keyin Yaponiya hamma Yaponiya magazin. Yaponlar ne только buni kelib Qozog'istonda bogat nima ko'p ekan deb qo'ylarning terilarini, nimalar yunlarini o'tkazolmasa, satishmasa qaqishadi. Hamma skrat basib ketgan, mag'allab ketgan. Ularni ko'rib, "Voy, bu süpürge olib ketdi." Bütün yün, teri, kambi nimalarni bari, tuya, qo'y yuni, malni yuni, atni yunlarini olib ketib, o'zimizga olib kelib, har gilamlarni sotib, tomosha qilasan gilamlarni. Bir roman, shar romanini o'zi 14, ular olib kelib 14 so'mdan sotdi. Bitta ayollar bitta romanni olib 4 ga bo'lib 4 dan 25 dan, bittasini 25 dangadan sotishdi. Bitta roman. 100 tani 14 rublga olib, 100 rubldan sotishdi. O'zim shu Moskvadan borib, ataylab borib ko'rib, xarj olib keldim, uyda olib keldim. Mana shu sizlar ayarim topdi, shunaqa roman olib kelib putlab berdim. Hal bor. Endi shunaqa savol, necha ming odam ishlardi zavodda? Zavodda основной metallurg deb ishlaydigan metallurglar 1,5 ming metallurg bo'ldi. 1,5 ming metallurg. 1,5 ming toza metallurg. Endi Somogatin sexlar yoqdan ishlaganlar 5 ming bo'ldi. 5 ming. 5 ming. Endi nimalarim bilan хозяйственный sexlari mana питомник, подсобное хозяйство. Nimadan Komsomolskiy ozер deymiz, shunlarda bir narsa deydi. Shu yerda nimasi? Sho'rcha fermasi. Ferma. Aytdim, mana bog', основной meva. Pokatilivkada основной meva, sho'rcha fermasi bo'ldi. O Sassiqda yuqorida. Turkbasda at fermasi bo'ldi. O pastda badam bo'yi yetmasa mal fermasi bo'ldi. 5 ta katta ferma zavodga ishlab turdi. 60-70 sigir. Sutni o'zimizdan zavodda ishlayotgan rabochilarga ishdan chiqib ketganda tekin sut berardi. 1,5 litr. Ishga ketganda tekin ovqat berardi.
Özümüzü yiyiş, özümüzü bari özümüzden çıkan tekin, avukatın tekin verir. Sonra metallurglar Lagerlari bor edi, pionerskiy lagerlar. Endi eng katta lageri Mashhadda balalarga atagan katta dash nima pioner lager. Şu lagerde katta savishchen o'tdim. Men unda hali brigadanın başlig'iman kommunistlarda shuni olib borganda endi uni keragi yo'q. Dada, endi manda aytmoqchi edim. Hozir operatori попросим, u medalni oladida, men bu medallarni o'qib beraman teletomoshabinlarga. Siz близко снимаете. Награжден медалью гвардеец пятилетка, заслуженный металлург Казахской ССР, почетный металлург СССР, персональный пенсионер Республики Казахстан за особые заслуги, орден Трудовой Красный Знамя, за доблестный труд, медаль ветеран труда, юбилейные медали за победу 50-летия над фашизмом, юбилейные медали за 60-летие, за 70-летие, за 80-летие, медаль за 20-летие Казахстана, медаль за освобождение Украины 1955 года, Ардахты Ардагер медали, медаль Министерства труда, почетная грамота министра цветной металлургии, грамоталарын ko'rsatamiz. Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР от Кунаева. Высшая награда. Высшая награда от Кунаева. Почетная грамота Министерства цветной металлургии от Токажанова. Грамота ветерана войны и труда Казахстана. Почетная грамота Совнархоза. Диплом второй степени ВДНХ КАЗ СССР, грамота от обл. Акимата и Маслихата, грамота от городского Акимата и Маслихата, более 20 грамот, благодарственные письма от разных организаций. Мен o'qib berdim. Turmushingiz, turmush o'rtog'ingiz, oilangiz, farzandlaringiz haqida aytib bering. Ailem, hayalim Usmanova Kumishay. 37 yıl, 67 yıl birge turibmiz. 68 yıl birge turibmiz. 4 oğul, bir kızım var. Oğullarım bari işe joylashgan. İşten katta oğlum podpolkovnik. Podpolkovnik отставкада. İkinci oğlum Teplosset'te master yürüdü, keyin barıp Trump algandan keyin. Bu katta o'g'lingiz, ha? Surat qo'yib qo'ying. Aytavering. İkinci oğlum Teplosset'te slesar bo'lib ishladi. Aslida oldin texnikum bitirgan edi. Master bo'lib ishib, avariya olib, avariyadan boshqa bundan chiqib, qulog'i eshitmay qolib naqani keyin slesar bo'lib ishladi. Pensiyaga chiqdi. Hozir pensiyada o'yam. Uchinchi o'g'lim Sultonali. Kars Telekom'da ishlaydi. Endi bu ham katta xo'jayin. Kızım mı? Bitta oğlum mu? Qizingiz. Fahrettin. Kejatayım. Bu ham Kars Telekom'da avtokolonani, avtobazani xo'jayin, Neshaning avtobazı. Endi navaram bitta yo'q. Mana. Bo'sh kerak. Ko'rsatak mana. Kimdir o? Ailem, gözüm görmeydi. Ailem mi? Sizin ailengiz? Aile.
Mana shu suhbatning oxirida aziz teletomoshabinlar, hamma suratlarni qo'yib ketamiz, o'tkazib yubormanglar. Juda ko'p surat qo'yib beramiz. Nechta navara sizda? 46 ta nevara var. Maşallah. 17 ta nevara var. 17 ta navara. 46 ta evere var. Evara. Evere. Maşallah. Hem de çevreye bir 2 yıl 3 yıl olsa çevreye gelin falan. Xudo xolasa. Aldı bala nevaram 18-19'a gitti. Rahmat. Çok diyorum Allah'ın sağlığı. Allah'ıma pay yüreğe sakın bereket versin. Ömür yaşlarını uzun kılsın, tanımasan sağ kılsın, tutmuşsan aman kılsın. Özü bergen dört yılın şifanı özü bergen olsun. Yorga har yoka zavulna ortaga muhtaç olmasın. Kulli kesir kesirler. Ümmet balası yok koyuyorlar. Ot balası su balası gibi oğullar kenarı şoklar. Elimiz yurtumuz yurtuştu, hatır canlıyı katılmışsınız. El başlarını tanrıları sağ kısın, kullarını kıska kısın. Kalelerimize paralarımızı ikata ettirmişsin. Otanın davanımız olsun. Yürgende yolumuz yarık olsun. Avlat çırağı ulaşmayan ulaşın. Korkularımı, nörelerimi, kıyılarımı, kıyımlarımı, şeyleri, bağış, tapşlara, bereket edip, tanrıları sağ kılıp, köpme katarda yaş toylar köpme hamelerimizi nasip edin. Kutluk ayağını, toy, bayram hamelerimizi kutlu olsun. Endi o'zingiz kasbingizdan yosh avlodga tilaklaringiz. Avvalambor qaroqlarim, el yurtim, o'g'il qizlarim, nevaralarim, kelinlarim, bütün televizor ko'rayotgan, teledidarni ko'rayotgan har bir insonga tilagim bitta. Faqat tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Mehnatdan hech qachon qochmanglar. Mehnat odamni odam qiladi. Mehnatsiz odam yo'q. Mehnatsiz yurgan odam o dengese. Mehnatning arkasida men shu lavozimga erishdim. Mehnat bo'lmaganda meni kim tanirdi, kim ko'rardi, kim bilardi. Mehnatim tufayli men shuni sizlarning oldinglarda sizlar bilan hangimalashib o'tiribman. Men qator 91ga kelganlar bor chiqar. No, menga o'xshab xizmat qilgan заслуженный металлург, yoki заслуженный qandaydir kasbni egasi, 3 ta lavozimni egallagan hech kim yo'q. Ochiq aytaman. 3 ta lavozimni. Заслуженный и почетный hamda персональный pensioner degan. Персональный pensionerni 93-yil Nazarbayev yopib qo'ydi. Persanalniy pensioni, personal ko'paya boshladi. Hali bo'lganam, bo'lmaganam dokument o'tkazib personal pensioner bo'lish harakat. Qaraydi, ko'pchiligi to'xtab qo'yadi. Shuni to'xtatdi. Поставьте. Шлагбаум. Evet, personal pensionerga o vaqtda 3.88 so'm qo'shdi. Tanga yangidan tanga avishganda bir tangani qancha bo'lmaydi. Shuna 3.88 so'm qo'shdi. Aradan bir 2 yil 3 yil o'tgandan keyin bir to'la bo'lib qoldi. Qaraydi, oylikdan mana ko'payib boryapti. Astayt personal pensiyaga to'lamalar degan ish qildi. Endi Rahmat. Kunayev bilan 4 marta uchrashdim. Bir qisqacha aytib ketaman. Aytib bering. Kunayev bilan birinchi uchrashuvim 61-yili. O'sha nimaga mehnat tufayli Olmaotada katta qurultoy o'tdi. Qurultoyda 500 ga yaqin delegat qatnashdi. Delegatlardan 4 ta metallurg bor ekan. Bizlardan 3 tasi men,
Blokhov degan o'ris yigit, начальник sex. Murat Aliyev degan qozoq yigit, начальник smena. Uchalamiz Simsoydan borganmiz. Temirtaudan bir metallurg. 4 ta metallurg bor ekan. Metallurglarga gramatini o'zim topshiraman dedi. Shuni o'zi отдельный kabinetga chaqirib, 4 tamizga bitta turib, yaxshilab salom aytib, ko'p nasihat qildi. Ko'p nasihat qilib, bitta qo'limdan olib, gramat topshirdi. Mana достойным, я не всем urushayu. Достойным ular beryapman. Menga o'xshab sizlar ham xizmat qilaring degan ish. Ikkinchi uchrashuvimiz Xrushchev 63-yil may, go'sht, aroq shularning narxini oshirdi. Go'shtni, qo'y go'shti 90 tiyindan 1 so'm 40 tiyinga o'tkazdi. Mol go'shtini 1 so'm 40 tiyindan 1 so'm 90 tiyinga o'tkazdi. Aroqni 2 so'mlikdan 3 so'm 10 tiyinga o'tkazdi. Qaynakni oshirdi. Shunda ertasiga Kunay oshirib ob'ekt etgandan keyin ertasiga Kunay ushib keldi. Buni birinchi metallurglarni bosish kerak. Metallurgni ko'tarib ketish mumkin degan hangomadan metall zavodda to'g'ri odamlar keldi. Yanında 3-4 adamlar var. 5-6 men qo'limda patr mayda ishlamay turibman. Yanımda o'ris yigit, yanımda qozoq yigit. Ikkalasi o'rtasida turibman. Kelib nonni ushatib, og'iz sevib turib, xalq ne deb o'tir dedi. Xalq tinch dedi. Aytib qo'y dedi xalqqa dedi. 1 gram narx oshmaydi bizda. Biz Qozog'istonmiz. Senlarga o'sha narxni o'zi burungi narxda sotqizaman. 1 yilgacha qo'yni go'shtini 90 tiyindan, mol go'shtini 1 so'm 40 tiyindan, mayni 1 so'm 40 tiyindan, boshqa narsalarni arzon kerak narsani narxini oshirmasdan zavodga olib kelib zavodda sotadigan. 1 yilgacha. Ikkinchi uchrashuvimiz. Uchinchi uchrashuvimiz Sopart shkol deymiz ana nima deyin. Shuni ochilishida hozir aktiv bo'ldi. Hozir aktivga oldimdan menga shu'lab qo'ydi. Yaqinroq o'tiring, prezident boshqasi dedi. Shuni yaqinroq o'tirganim, chetda o'tirdim. Eshitdim, Kunay prezident a'zolaridan kelib ketib, ko'rib qolib, kelib qo'limni oldi, yetaklab olib chiqib ketdi. Olib chiqib, o'zi o'tirdi, orqasidan skameyka menga berdi. Arkamda o'tirdi. Bir-ikki og'iz hangamalashdik. Arqadan sho'lab gaplashdik. Bir-ikki og'iz. Bu 3-chi uchrashuvimiz. 4-chi uchrashuvimiz mana Simsoy zavodda 2-chi ag'la sexni qurdik. Bitirib, o't iddo, bütün nimasini barini o'zim qildim. Aralashib, mexaniklar bilan birga o'zim ishlab, o'zim borib, barini o'zim qo'ldan o'tkazdim bir taraf. Shunda Kunay Chenseka bo'ldi. Chenseka bo'ldi, Asqarov kandidat, Lamaka kandidat. Kep zavodni ko'radigan bo'ldi. Mana shu yangi sexni kep ko'radigan bo'ldi. Shuna kelganda bir kun burun Asqarov konsultant senga o'xshab beseda qildi. Gaplashmang, so'zlashmang, aralashmang, nima qilmang, qaramang, Kunayga qaramang, nima qilmang, ana Kunayni birinchi ko'rayotganim, Kunay meni yaxshi taniydi. Yo'q. Burilmang, qaramang. Qilgan ishingizni qilavering. Undan keyin Lamaka kelib, u ham shu so'zni aytdi. Ertasi azonda meni smenim emas, boshqa smenimni alıştırıp ertasi azonda 8da ishga meni chiqardi. Boshqa smenda men. Endi xo'jayinlar kelyapti degandan keyin sexni jay. Voy, endi hammasi yoqdan yoq. Gaz chiqmasin, tutun chiqmasin, chang emasin. Javoblarni past qilib qo'yganman. To'g'ri kelib, oldimga kelib qarab turib, kelib qo'limni oldi. Anam var, Asqarov opamda ko'zim chiqib. Kelib qo'limni olib, salomlashib, "Как работа?
Это огласех. Не кондиция yok. Ты своим вот, гостям покажи, как огласех работает. Sen lamaka, yelkesini kısar. Kırdım aparat polna охоту koyup koydum. Tarakatırık. Endi şaka şukur болып кетті dedim. Кунаев ламака, вот Петр Федорович, я ухожу, ты своим подчинением постой, поработай. Министр цветной металлургии başlığına кандидат шуна деді. Вот, Федор Федорович, останься своим подчинением, поработай. Посмотри, как работает завод. А не так, как ты кондитерскую фабрику мне покажешь. Деп ашқан бұрылып шығып кетті. Ана 4 метр шығып. 4 метр қолымда мама. Ашқан бестеді. Rahmat. Endi Gagarinni bir Hozir uni aytaman. Hozir Gagarin unda hayotdan qiziqarli voqea. Gagarin to'g'risida aytib bersangiz. Moskvada institut o'qiyman. Moskovskiy institut injener земельного устройства. Men endi земельное устройство bo'lgandan keyin zavod Toshkentda zavodni o'tkazsam, zavodni 1-2 yil borolmadim, qarasholmadim. Исключить etishibdi. Shu yerda sizni исключить etdik. Men aytdim, как исключить? Men zaявлением bo'lmasa. Buni endi kelmadingiz, so'ramadingiz. Dokumentingizni oldimga qo'ydim. Shu altda Tруд gazetasi yoqqan ekan. Ochib, qarab turib qarasam, orqasida объявление yozibdi. Московский институт инженеров земельного устройства объявляет конкурс приемного студентов заочное отделение. Aldı da aytdim, звонить et dedim. Ben dokument aytkizib shu yerda звонить etkizib shu yerdan dokumentimni Moskovskiy institutga o'tkazib ketdim. Toshkentdan Moskovskiy institut. Aradan bir hafta o'tgandan keyin Moskvadan xabar keldi. Bu принято наш институт, первый курс студентам. Şundan 4-cü yıl, 3-cü kursu okuyatkanımda 4-cü yıl zimni semestr bo'lib qoldi. Zimni semestrimizdan ki oktyabr bilan noyabr arası bir ay. Barib Moskvada Kremlni aylanib o'tish kerak. Men to'g'ri mana Kremlovskiy nimadan kirib Spasskiy boshida nimadan chiqdim. Varotasi bor. Majliska to'g'ri o'rtadan kirib to'g'ri chiqqan joy shu yerda bir ko'chaga nima bizning institut. Shu yerda to'g'ri kesib o'tardim. O'tib desam, bir trevoga bo'lib qoldi. O nima bo'lib qoldi? Hamma patr. Biroqda soldatlar yugurib kirib ketdi. Hamma qo'rg'on qilib bekitda qo'ydi. Koridor qilib qo'ydi. Koridor. Uzun koridor qilib qo'ydi. Hamma yoqda bir odam yo'q. Shuni o'tib boryapman. Bir leytenant kapitan kelib ushlab, "Что ходит? Кто вы такой?" Вы видите, человек. Ana o'zi shu qo'lini yo'q olib qolib, ikki soldatni o'ziga tiqib qo'ydi. Ikkita to'rni chasovoylarning orasiga tiqib qo'ydi. Ayaqdan chasovoylarning orasiga tiqib, ikkalasi tayinladi. Следи, чтобы не ушел. Надо с этим человеком поговорить degan ishni qildi. Shunaqa turdim, biroqda eshikdan Gagarin mashinasida kepishda chapalab tez yurib, chapalab ketdi. Soldatlarning orasida bitta гражданский men turibman. Ko'rib kelib, yana bir qandaydir korrespondentmi, bir narsa bo'lsa deb o'yladimi, shunday bir narsa bo'ldi. Гражданский odamni ko'rdi-da. Гражданский bitta soldatlar orasida bitta гражданский turibdi. Bir nima bo'lish kerak, kerak odam bo'lish kerak deb kelib qo'lma oldi, chipolib o'tib ketdi. Voy, ana. Bu bir qiziqarli narsa. Bunaqa bu kamera. Yuriy Gagarin birinchi kosmonavt dunyoda. Kosmonavt birinchi kelib qo'lma olib ketdi. Arkasından Brejnev, Suslov, Kosygin bari bir 10-15 tasi shuvlab ketdi. Turibman qaqib. Brejnev bunday qaradi. Bunday qildi. Shunaqa qildi, butun yondagilarning bari salomlashdi. Ular o'tib ketdi, orqasidan deputatlar kirib ketdi. Qarab turibman. Nima bo'lar ekan? Bu yoqqa nima bo'lar ekan deb tursam, biroq meni Gayvaronskiy ketdi.
Deputat, Hı hı. direktor zavodu. Hı hı. Aleksandr Gerasimovich desa, "Ha, Usmonov, chovib kelib qo'limni olib, "Sen o'zi?" Arrestovali. "Ha, pошли." İkki chasovani orasida olib, stroyga qo'shib, o'zi stroyga qo'shib olib ketdi. Olib borib Kremlevskiy dvorasiga kirgandan keyin bizlar hozir bu yoqqa kirib ketaman, sal mayda qarab tur. "O, eshikni paylab tur" dedi. Qarovul avushgan vaqtda lipayda o'tib ketdi. Kremlevskiy dvorini shuna qarab turibman, yoqa yurib, chov borib o'tdi, lipay o'tib, Majalskiydan nimaga o'tib ketdi. Ana shunaqa bu Gagarinni qo'lida qoldim. Brejnevni salomlashganman. Yashang. Men bir slushi. Voy, Slushi. unaqa. Bunda Rahmat. qanday kam bo'ladi? Endi почти mana oxirgi savollar bo'lyapti. Endi sevimli mashg'ulotlaringiz. Mana bu yerda sizni kitoblaringiz turibdi. Kitoblarni ko'rsatsak. Sizda 6 ta kitob bor ekan. Mana. Hozir bittalab 6 ta kitob bor. 6 ta kitob. Hozir bu yerda 5 ta. Hozir bittasini ham mana bir qator ko'rsatay. Ajab dunyo. Mana hayot suhbatlari. Mana ulfatlar. Mana Toshkent daryo. Toshkent daryo. Taqdir kitob. Taqdirmi? Mehr. Mehtovlanadi. 6-kitobda. O, birinchi turibdi. Вот попрошу вот первую книгу подать. Вот она. Вот это, да? Taqdir kitob. Taqdirmi? Mana. Ha. Bu birinchi kitobim. Bu birinchi kitobingiz. Birinchi kitob asosan 18 yoshgacha bo'lgan hayotim. Bu. 18 yoshgacha bo'lgan hayotim bu. Qanday azoblarga, qanday nimalarni ko'rganlarim. Mana ulfatlar. Ikkinchi kitob. 18 yoshdan 35 yoshga arada o'tgan yangi marshallarga uchrashganlarim, armiyada qilgan xizmatlarim, ana shular ko'rsatilgan. To'g'ri, bizlar endi buni hamma narsani gapirsak bizlarga 3-4 soat ham yetmaydi. Bermaydi. Shuning uchun. Mana Toshkent daryo. Respublika Soyuzining yo'q bo'lishi, va respublikalarga bo'linib ketishi, hayotni qanday kalaga shamma yurgan vaqtlari. Mana bu Hayot hayot so'qmoqlari. Bu Soyuz qurilib, yo'qolib, o'rtada yangidan respublikalar bo'lib, respublikani oyoqqa turishi. Mana shu yerda mana zavodlarni qanday zavodlar qurilgan. Mana shu zavodda Chimkentda nechta zavod bo'lsa, shularning bari qurilgan, seriyasi bari bor. Mana mehr ajoyib dunyo. Ajoyib dunyo. Bu mana 40 yoshlardan orasida kimlar bilan uchrashganim, ko'p odamlar bilan ana kuni aytdim bilan 3 marta mehnat qahramoni Ukrainis. Shunga uchrashganim, Bilayev bilan uchrashganim, katta odamlar bilan erta-beta sanatoriyada erta-beta uchrashib qolganlar. Shular kiritilgan. Mana mehr tavlanganda kitoblarimni o'qib chiqqanlar o'z barini tushunadi. O'zlarini millionlarini shularni nimalarini shular kiritilgan. Rahmat. Endi oxirgi savolimiz sizga. O'zingizni kelajak avlodlarga tilaklaringiz. Prямой kameraga aytsangiz bo'ladi. Bugungi последний вопросimiz. Bet aytaymi, yoqqa Prямой bet aytavering. Boya ham aytdim, yana bir bor aytay. Aynan yoshlar, qaroqlarimiz
Balalarim mehnat adamı adam kıladi. Sizlarga tilagim shu. Ömür yaşınlar uzun bo'lsin. Rahmat. Tanışlarınlar sağ olsun, dört müşenler aman olsun. Alınlar, aldırmanlar, köp yaşayınlar. Benim yaşımın işlerim yetip, menge oxşap, hizmet kılıp, elge yurtga tanıtırlar. Özünlerini hiç kim tanımaydı. Ben şunak birbirimizi görüp, yürüp bilmesek tanıyımız. Birbirimizle tanışamız. Ben köşede çıkıp dursam, keşke ciğerim kep, mahkem kuşaklaptı. Başarısını görmüyorum ben. Gözüm görmüyor. Amma kılam ama. Kimsen? Tapın deydi. Gelmez misin? Yok. Atın et git. Şuna oşup. Tapat akvarın. Allah'ım köp verip aman saklasın. Ömrü uzak yaş versin, sen versin sağ tutmuş yani ama. Sağ bulayık, aman bulayık. Yaxşı toylar görmek nasip eylesin. Devletimizge, elimizge, yurtumuzga tinchlik versin. Halkımızga amanlık versin. Sağ bulayık, oğul kızlarımızı, nevarelerimizi, işlerine rivaj, tapışlarına bereke versin. Yaxşı toylar görmek hammelerimize nasip eylesin. Amin. Rahmat Turdali dada, mana shunaqa qiziqarli avtobiografik suhbatingizga. Sizga Endi qo'ldan kelgancha xizmat. Sizga tilaydiganimiz tan sog'lik, sog'-omon bo'ling. Mana shu katta oilangizga bosh bo'lib yuring. Siz bilan mana shunday tanishib, avtobiografik mana shunaqa suhbat olganimga o'zim so'yinib qoldim. Hurmatli aziz teletomoshabinlar, bugungi mana shunaqa chiroyli suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa kelajakda yangi intervyularda ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar. Acab sırlar, acab sırlar, acab sırlar bormuş subhi saboda. Umr asitarmuş akar daryodan, akar daryodan. Umid yulduzlari porlar samoda. Men baxtim topgayman haydil rabodana, haydil raboda. Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. Aşklar arzusu o'xshash bo'larmish, taqdir bir-biriga tutash bo'larmish. Aşklar arzusu o'xshash bo'larmish, taqdir bir-biriga tutash bo'larmish. Ko'ngillarda o'chmas otash bo'larmish. A'lo bo'lar emish ahdu vafoda, ahdu vafoda. Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. Yaşar, mehirga intilsa, shirshang yarashar. İnson ikmol uchun, baxt uchun yashar, mehirga intilsa
şişen yarashar Vücutli ishqiydo ko'zlar uchrashar Murodim ko'rarman o'shal barnoda O'shal barnoda Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda Ajab sirlar Ajab sirlar Ajab sirlar bormuş subhi saboda Umr aksitarish akar daryoda Akar daryoda Akar daryoda Akar daryoda Akar daryoda Ajab sirlar Ajab sirlar Ajab sirlar bormuş subhi saboda Umr asitarmuş akar daryoda Akar daryoda Umid yulduzlari porlar samoda Men baxtim topgayman Haydil raboda